Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Nexia 2 mashinasini olib qo'yganmiz. Suvlari qaynab ketibdi. Ventilyatordanmi desak, yo'q. Zaglushkasi urgan ekan. Mana zaglushkalarda ahvoli orqa tomonda, blokda orqa tomondagi zaglushkasi urgan ekan. Mana ko'ryapsizlar. Juda tang joyda ekan, zo'rg'a uni qilib приспособление qilib, boltlarni suv orqa qilib totib oldik. Mana zaglushkalarda ko'rinishi. Va mana o patrubka, temir patrubkasi ham mana chirib ketgan shu darajada. Yangisi mana bunday bo'ladi mana. Zaglushkalarni yangisi mana. Chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Hozir joyini ham ko'rsataman hozir. Mana joylashgan joyi ko'rinib turgan bo'lsa, o'sh teshiklar. Birinchisi mana statorda orqasida, ikkinchisi mana bu yerda. Temir patrubkamiz o naryoqda turadi. Shunaqa gaplar. Elektrikadan tashqari shunaqa ishlarni ham qilib ko'ramiz, aqlimiz yetganicha. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Oltiariq tumani, Katput qishlog'i. Avtoelektrik va kontakt suvarkalarimiz. Mana suvarkalarimiz ishlab turibdi, rezagimiz bor. Uncha-muncha avtozapchastlar ham bor. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 91 bilan 140 54 27. Sog' bo'lasizlar.